Uyg'urlar masalasi Amerika-Xitoy basketbol cho'lponlarining orasidagi talash-tortishga aylandi. Uyg'urlarning haq-huquqlarini talab qilish bilan dang chiqargan Amerika NBA basketbol cho'lponi Enes Kanter Freedom 19 yanvar NBA'da top o'ynagan sobiq Xitoy basketbol cho'lponi Yao Mingning Xitoyni ziyorat qilish taklifini qabul qilganligini bildirgan. U o'zining bu yil yozda Xitoyni ziyorat qilganligi, biroq bu ziyoratning nuqul Xitoyning tashviqotini ko'rish uchun bo'lmaydiganligini bildirgan. Enes Kanter Yao Mingdan bu qitimliq ziyoratda Uyg'urlar qulluq amgiga selinayotgan lagerlarni, qiyin qistoq bosqinchilik va xo'rlashga uchrayotgan gunohsiz Uyg'ur ayollarini hamda hokimiyat tarafidan ishga a'zolari ilinganlarning jasadlarining qanday yo'qotilganligini ko'ralaydigan, ko'rolmaydiganligini so'ragan. I accept your invite. I would like to come to China this summer and see everything with my own eyes. But on this trip, will we be able to visit the Uyghur slave labor camps or visit the innocent women being tortured, raped, and abused? Will we get to see how the regime destroys bodies after harvesting their organs so there is no evidence? Or will you show me propaganda only? Yao Ming burun Amerikaning Houston raketa komandasida basketbol o'ynagan bo'lib, u 17 yanvar Beijingda o'tkazilgan axborot yig'inida Enes Kanterni Xitoyni ziyorat qilishga taklif qilgan. Buning oldida Enes Kanter tanarkachilarni Beijing qishliq olimpiyagini boykot qilishga chaqirgan edi. Enes Kanter Yao Mingga bergan javobida mundaq degan: "Mening Xitoy xalqi bilan hech qanday masalam yo'q. Mening ishim xurafiy Xitoy kompartiyasi va vahshiy diktator Jinping bilandir. Men sening samimiy taklifingga rahmat aytaman. Shundaq taklifingni qabul qilaman va bu yil yozda Xitoyga berib, hamma yerni o'z ko'zim bilan ko'rishni xohlayman." I want to be very clear. I have nothing against Chinese people. My problem is with the cultish Chinese Communist Party and the brutal dictator Xi Jinping. Halbuki Enes Kanter Yao Mingning taklifiga qarata munolarni alayda ta'kidlagan. Bu ziyoratda biz Uyg'urlar qolliq amgiga selinayotgan lagerlarni, qiyin qistoq bosqinchilik xo'rlashga uchragan gunohsiz Uyg'ur ayollarini, shundaqla hokimiyat ularning ishga a'zolarini olgandan keyin dalil qoldirmaslik uchun jasadlarini qanday yo'qotganligini ko'ralamdiq yoki bizga faqat tashviqotni ko'rsatamsizlar deb savol qo'ygan. Enes Kanter yana o'zlarining Tibet va Hong Kongni ziyorat qilib, Xitoy hokimiyatining go'zal Tibet xalqiga nimalarni qilganligi, Xitoy kompartiyasining Tibetlarning kimligi, diniy madaniyatini qanday yo'qotayotganligini dunyoga ko'rsatishni talab qilgan. You know, while we're in China, can we go to see Tibet and see what the CCP regime doing to these beautiful people? While we're in China, can we go to Hong Kong together and see, you know, what people are going through there? Can we go to Taiwan? U Yao Mingning o'zi bilan birlikda yana Hong Kongni ziyorat qilib, burun dunyodagi eng erkin shahar bo'lgan Hong Kongda hozir axborotning yo'qotilayotganligi, haq-huquqni bostirish, qo'lga olishning har kuni yuz berayotganligini ko'rishni taklif qilgan. Enes Kanter so'zining oxirida yana Yao Mingni o'zi bilan birga Tayvanni ziyorat qilishga, tayvanliklar har kuni Xitoyning besib kirishidan andish qilib yashasimi, biroq demokratiyaning Tayvanda qanday yashnag'anligi, shundaqla Tayvan xalqining shod-xo'ram chiroyini birlikda ko'rib kelishga taklif qilgan. On this trip, can we please visit Taiwan together so you can see how democracy is thriving, even as they worry that China may invade any day. Let's look at the happy faces of the Taiwanese people as you tell them how the regime you support wants to kill them if they do not want to be a part of China. Yao Ming 17 yanvar o'tkazilgan axborot yig'inida Enes Kanter haqida to'xtalib, "Men u to'g'riliq anglagan. Biroq men uni tanimaganim uchun baho bermayman. Agar fursat bo'lsa, men uni Xitoyga taklif qilaman. Shundala u bizga qarata atrofliq tushunchaga ega bo'ladi" degan.